Nimaga 3 marta amin dedingiz? Deganlarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam birinchisi nima dedi? Nima uchun amin dedi? Sizni ismingiz zikr qilinganda sizga salovat aytmagan odamni burni yerga chiqarsin. Amin deng dedi Jibril. Men amin dedim. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ismi zikr qilinganda alayhissalatu vassallam sallallohu alayhi vasallam demagan odam burni yerga chiqarsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilganlar. Ikkinchi marta amin deyishligining sababi nima bo'ldi? Bitta yoki ikkala ota-onasi tirik turgan bir farzand. Shular tiriklik davrida ularni duolarini olib, jannatni o'ziga lozim, vojib qilib olmagan farzandni burni yerga chiqarsin. Amin deng dedi Nabiy Jibril alayhisalom. Nabiy sallallohu alayhi vasallam amin dedilar. Uchinchi amin deyishligin sababi